Limon yoki soda bilan tish oqartirish mumkinmi? Mutlaqo mumkin emas. Limon kislotasi emalni eritib yuboradi. Soda bo'lsa, emalni yemirilishiga sabab bo'ladi. Bu bo'lsa, o'sha tishni yashovchanligini qisqartirib yuboradi. Tish pastasi shotkaga qancha miqdorda surilishi kerak? No'xatdek surilsa bas, tish shotkasi bo'yicha uzun qilib surtish shart emas. Bu reklamalardagi marketing xolos. Og'izdan noxush hid kelishiga faqat tish sababchimi? 80% holatda tish sababchi, lekin qolgan holatlarda lor a'zolari yoki oshqozon ichak trakti bilan bog'liq muammolar bo'lishi mumkin. Birinchi o'rinda stomatologga murojaat qilish kerak. Saqich chaynash tishga zararmi? Agar tarkibida shakar bo'lmasa, foydali hisoblanadi. Ovqatdan so'ng 5-10 daqiqa saqich chaynash bu ovqat qoldiqlarini tozalab berishga yordam beradi. Shirinlikdan keyin darrov tish yuvish shartmi? Shart emas, oddiy suvda chayilsa yetadi. Asosiysi shakar tish yuzasida qolmasligi kerak. Tilni ham tozalash kerakmi? Albatta, tozalash shart. Badbo'y hid hamda bakteriyalarning 70% tilni orqa yuzasida joylashadi. Shuning uchun maxsus til tozalagichlar ishlab chiqarilgan. Tishlarni kuniga necha marta yuvish kerak? 2 marta, ertalab nonushtadan keyin hamda kechki payt uxlashdan oldin. Eng muhimi kechki payt yuvish kerak, chunki bu payt bakteriyalarning rivojlanib ketishi uchun qulay payt hisoblanadi.